Assalamu alaykum qarindoshlar. Mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Mening hozir demoqchi o'g'lim Facebookda qanday o'ynash. Ikkinchisi, Facebookda nimalarga diqqat qilamiz. Uchinchisi, Facebookda nima ishlarni qila olamiz. Mushu 3 temada men hozir so'zlamoqchi. Masalan, Facebookda qanday o'ynash deganimiz, Facebookda masalan peyzga, notga, chiroyliqga deb uningga like verish, yoki bo'lmasa hambahirlash, uningga fikrlarni qoldirish degandek ishlar, gap setish, bir-birini tillash. Mushu hozir Facebookda o'ynash, Facebook o'ynash bo'lib qoldi mushu. Amaliyotda bu Facebookda biz bakcha ishlarni qila olamiz. Bu Facebook degan o'z oldiga bir dunyo. Bütün dünya bilan aloqalashib, bütün mushu Facebookdagi odamlar bilan aloqa, munosabat qurg'ilib bo'lgan bir sahifa bu. Buni to'g'ri ishlasak, nurg'un yaxshi bir natija erishgili bo'ldi. Masalan, miyada bütün topchilarga o'zimizning rasmlarini kirishtirib, miyada bir Uyg'ur Ispaniya komandasida top oynaydi. Buni Xitoy deb, davlatini Xitoy deb chiqaribdi. Agar biz buni ashna hashtag qilib, to'g'ri deb shunday qilsak, uning diqqatini tortamiz. To'xtabdi deb mana O'zil gap qildi. Kulibali Chexlar biz uchun gap qildi. Nimish bo'lganligini o'zimiz bilamiz. Masalan, miyada Aleksandr bu odam shu bütün top FIFA'nınki baş adamı. Muş adam. Hindik adamlarımız tanıyımız. Eğer biz aşında qo'llab quvvatlab, hammamiz ham bahirlab, kun tartibga kirgizsak, ishini butun dunyoning diqqatini tortib qila olamiz. Uningdan sirt, men yana miyada Neymar, Sadio Mane, Adidas, Puma, Messi, Champions League, 2020 yillik Avropa futbol musobaqasi, uni cheklash, boykot qilish degandek bir turkum hashtaglarni qildim. Ularga uchur bor edi. İşte bir narsa keldi deb. Endi bu Facebookda nima ish qila olamiz deganda, masalan, birasiga bir maqol yozdik yoki bo'lmasa bir narsa qoldirmoqchi bo'lsak, hashtag belgisi. Bastık Free Uyghurs. Birinchisi menikiga. Ishnantvet Uyg'ur, Salam Turkiston. Buningdan shu. Buningdan birinchi kelma. Buningdan birinchi kelma Avropa. Birinchi kelma, ikkinchisi kelma. Chiqa. Uchinchisi boshqalarnikiga. 4 5. Buningdimi? Birinchisida ko'rindi. Ikkinchisida boshqalarninki qilgan faoliyatlari. Uchinchisida bizningki like qilib qo'yamiz. Chunki kun tartibga kirdi. Mana like qilamiz. Like emas, buni ochig'imiz keldi. Nimishqa biz mana qilish jamoatimiz. Like. Kun tartibga kirdi. Like. Buni beribdimi? Like. Masalan, uchta narsalarni ko'rdigan gap. Facebookni bekor o'ynamaymiz. Uni aqlliqcha o'ynasak, kun tartibga kirib, boshqalarning diqqatini torta olamiz. Uyg'ur buningdan birinchi kelma, ikkinchisi bu bizninkiga like.
Made in China. Bum şu. Bunu kaçırmamız keldi. Üçüncüsü. Bu başkalarınınkiga. Bum bizga münasibetlik. Bum şu. Degandek diqqat qilib uni to'g'ri o'ynay olsak, Hello Turkiston, bum şu. Mana hammamiz meniki. Mana bu Cumhuriyet günümüz uchun tayyorlangan bir hashtag faoliyat. Qarindoshlarning hammasininki qo'llab-quvvatlab, kun tartib kirgizib, shu davlatlarning, shu odamlarning, shu insonlarning masalan men yana bu yerda chet elliklar ish bajarish o'rni qilibdiman. O'zim turishliq shahardagi sot mahkamasining oldida mana rasm tushib qilgan. Bu sot mahkamasiga mallam emas, butun dunyodan xat yozadi. Butun dunyodan keladi, uning uchur keldi. Ashning uchur qaytirdi, kun tartibga kirdi. Buning ichida biz birinchi ekanmiz. Ikkinchi, qarindoshlar texmi quvvatlab, texmi shunda o'z oldiga qo'ldan kelgancha ishlarni qilsa, millatimizning davosiga texmi yaxshi kun tartibga kirgizib qilg'ili bo'ladi. Uningga ishi nima? Qarindoshlarninki texmi qo'llab-quvvatlab, hashtag faoliyatlarini to'g'ri ishlatib, Facebookda bir-birini tillab, bir-birini tushirib, bu Facebookdami bizga qarshi, bizni kuzatib turadigan, nima ish qilyotidi, mala o'zaro o'z ichida deb kuzatadigan ishpiyon xoinlar yo'q emas bu. Ularga o'yin qo'yib bermay, o'zimizning qo'ldan kelgancha, masalan, men bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mana manlam emas, bu yerda butun dunyodan xat yozadi. Buni hashtag qilib, faoliyat qilib, kun tartibga kirgizsak, butun dunyo ko'rdi. Buningdan men birinchi ekanman, mana qarindoshlar ko'ryotidi. Shunga qarindoshlar Facebookda vaqt o'tkazmaylik, to'g'ri o'ynaylik. Qanday o'ynashni diqqat qilaylik. Nimalarga diqqat qilishni bilib olaylik. Qarindoshlarga samimiy tavsiyalarim: hashtag faoliyatlar, Facebookda bir-birini tillab vaqt o'tkazmay, hashtag faoliyatlar, shunda muhim fikrlarni Facebookda ham bahirlab qilishga tirishaylik. Facebookda shunda hashtag faoliyatlarni qo'llab-quvvatlab kun tartibga chiqarsak, o vaqtda bizning da'volarimizmi kun tartibga kirdi, xalqaroningmi textin tatqilildi va shunga o'xshash belgilarni qoldirganda kimga nima qoldiryapmiz, shuni bilib o'ynashni tavsiya qilaman. Masalan, buni qanday diqqat qilamiz deganda, do'stlikqa qochilganda kim qochildi masalan? Masalanga einfach va Hitler qochildim. 2800 ga yaqin odam bor ekan. Qaraymiz. Nima chiqadi, nimaga munosabatlik? Bu odamninki qanday do'stlari bor? Qarab beqib, qo'shiq arzigidek bo'lsa, bu odamni do'stligimizga qachilaymiz. Kimlarni qachilayapmiz? Kim nimalarni qilib yetibdi masalan? Siz o'zingizning nima ish qilayotganligi o'zingizga ayon bo'lganligi uchun sizmi ashunda qarab xil-xili bilan tepishadigan gap. Şoň qarindoshlarga tavsiyalarim: Facebookni to'g'ri o'ynaylik. Boshqalarga uyon qo'yib bermaylik. Gap ikisini topadi. Qilayotganlarga Alloh rozi bo'lsin. Quliga dard vermesin. Ömrü uzun bo'lsin. Qilmayotganlarga insof. Xudoyim insof bersin. Hammamiz
qo'l mo'rni mo'riga tirab Sharq Turkiston Jumhuriyatimizni qurishga tirishayli. Hammanglarga rahmat.